товарищи, председатель Центрального комитета краю, бедная. Мы, коммунисты, всегда говорили и будем говорить, потому что только у КПРФ есть программа ясная, четкая, стратегическая по выводу нашей страны из кризиса. А смотрите, и Путин, его министры, капиталисты, которые ничего не делают, взяли Россию на ручное управление. Они радуются, что собрали 3 миллиона вопросов. Товарищи, это же трагедия. Если президент работает за министра капиталистов, за Медведева, за губернатора, где управление экономикой, финансами, социальными вопросами, они заботятся только о своей прибыли. Hokimiyatga kelsak, Totar xalqi, Totar millati uchun konkret narsa ishlaydi. Birinchidan, federal tubakka chiqarga kerak, natsional xallarni xalitatirgan ministrlar ularga tegish. Ikkinchidan, bizning elimizda respublikada 2 til zakoni qabul etilgan. Tatar tilini tag'inda yuqoriroq ko'tarilgan, rus tili ko'lamida kerak. Ham bizning bolalarimiz, ham ulkan yoshda bo'lsa, o'rta yoshda bo'lsa, mumkinlik olsinlar edi, u tilni yaxshilab o'rgangan. Men o'zim 75-yilni universitetga tatar tarixini tatarcha bildim. Izlajeniya tatarcha yozib kirdim. Shuning uchun zakon bor, u zakon to'liqcha ishlamay. Ikkinchisi, JKXda ministr salohida, obrazovaniyada, avul xo'jaligida tartib o'rnashtirish kerak. Mana 45 ming gektar yer chechilmay sotib olganlar shuning ustida o'tirib turarlar. O'zini ishkartmaylar, ishkartiradilar. Men aytdim, Chirmishan rayonidan. Aning bir bivshiy glavasi yazdılar. Bütün narsani olib bitirgan privatizatsiyasi. Yer ishlamay, ish haqlari yo'q. Hofiz efendi aytdingiz, siz ikki tillilik deb aytdingiz. Bugungi mitingda birgina yozuvda tatarcha yo'q edi. Ne uchun? Bizning partiyaning ikki tillilikka, ikki tilni olib boratirgan yo'nalishga internasional yo'nalishi bor. Bir yozuvga ustunlik bermasga, butun yozuvga ishlari uchun o'ng'aylik yoqlarni to'dirga kerak. Rus tilidagina bo'lg'ach ustunlik berilib bo'lib chiqmaymi? Tatar tilida bir yozuv bo'lmag'ach. Mana keligizda yozib bossangiz. Bizni ishlatirganga tirishib qo'yinglar. Kelib yordam etuvchi yo'q.